Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanining 7-ma'ruza mashg'uloti. Ma'ruzachi boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Jovliyev Jo'rabek. Mavzumiz shunday: ta'limni interfaol strategiyalari. Reja bosqichiga o'tamiz. Interfaol ta'lim haqida tushuncha, interfaol ta'lim metodlari, interfaol ta'lim texnologiyalari, interfaol ta'lim strategiyalari, interfaol ta'lim ishtirokchilari, aqliy hujum uslubi, qora quti uslubi, kundaliklar uslubi, 6x6x uslubi. Shu rejamiz. Dars shiori: o'quvchilarga bilimni shunday beringki, toki ular o'zlashtirishni xohlasin va o'zlashtirsin. Bu yerda interfaol so'zining ma'nosi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, interact rus tilida interaktiv, o'zbek tilida esa interfaol, o'zaro, act esa harakat qilmoq degan ma'noni bildiradi. Interfaol ta'lim metodlari hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlar har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Interfaol degani bu o'qituvchi o'quvchini o'zaro hamkorlik asosida dars samaradorligini oshirish, o'quvchida mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning fikr mulohaza, bahs orqali amalga oshirilishidir. Metod tushunchalari, uning ta'rifi. Metod yunoncha biror narsaga yo'l ma'nosini anglasa, ta'lim berish usuli belgilangan ta'lim berish maqsadiga erishish bo'yicha ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar o'zaro faoliyatini tartibli tashkil etish yo'li hisoblanadi. Interfaol metodlar haqida gap ketyapti. Mana bu yerda esa oddiy dars jarayoni, faol dars jarayoni, interfaol dars jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'qituvchi va o'qituvchi o'rtasidagi jarayonlar bog'liqlik hisoblanadi. O'qitishning interfaol usullari: tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Ta'lim oluvchilar butun jarayon davomida ishtirok etadi. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi. Ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish o'rganish, ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi, ilgari orttirilgan bilimlarni ham e'tiborga olinishi, ta'lim jarayoni ta'lim oluvchining maqsad va ehtiyojlariga muvofiqlashtirilishi, ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatini qo'llab-quvvatlanishi, amalda bajarish orqali o'rganilishi, ikki taraflama fikr mulohazaga sharoit yaratilishi. Mana bu yerda ta'lim amaliyotda foydalanilgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchi talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoni to'g'ri yechimini topishga o'rgatadi. Interfaol usullarda foydalanish shaklari: individuallashtirish, kichik guruhlarda tabaqalashtirish, o'zaro muloqot, hamkorlikni tashkil etish, o'rgatish va o'rganish jarayonida demokratik, do'stona muhitni yaratish. Interfaol metodlarga misollar: case study, blitz so'rov, modellashtirish, ijodiy ish, muammoli ta'lim. Interfaol ta'lim strategiyalari nima? Aqliy hujum, bumerang, galereya, zigzag, zinama, muziyora, rotatsiya, yumaloqlangan qor va hokazolar. Interfaol ta'lim metodlari tarkibidagi interfaol ta'lim strategiyalarini ajratish, guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma'lum ma'noda strategik yondashuvga qiyoslanadi. Interfaol grafik organizerlar bu nima? Baliq skeleti, BB, konseptual jadval, Venn diagrammasi, T jadvali, insert, klaster, nima uchun, qanday va hokazolardan iborat hisoblanadi. O'rgatuvchi ham o'rganuvchi ham ma'lumotlar bilan faol ishlaydi. Interfaol metodlarda o'quvchilar mustaqil fikrlashga undashni va o'rgatishi mumkin. O'qituvchiga o'quvchilarni fikrlashga o'rgatish uchun xizmat qiluvchi, o'quvchilarga esa fikrlashni o'rganish uchun xizmat qiluvchi metod hisoblanadi. Ta'lim metodlarini alohida ko'rishimiz mumkin. Ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadida nazarda tutadi. Ya'ni interfaol ta'lim metodlari. Interfaol ta'lim metodlarini qo'llashni talabalar yaxshi biladi.
Mana interfaol ta'lim va tarbiya jarayonida ishtirokchilar, moderator, trener, tutor, ta'lim mazmunini yaratish va modullarni ishlab chiquvchi shaxs, trener o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantiruvchi, mashq o'tkazuvchi, maxsus tayyorgarlikka o'tgan mutaxassis, tutor masofadan o'qitish dasturlarini ishlab chiqadi, fasilitator, mentor, coach, konsultant, lektor, ekspert, innovator, kommunikator, o'qituvchi, menejer, speaker, assistent, sekretar, texnolog, metodist, koordinator, o'quvchilar bu interfaol ta'lim metodida ishlovchi shaxslar hisoblanadi. Mana bu yerda har bir metodni ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu yerda metodlar uchun misollar keltirilgan. Kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyatni yaratish, har birini alohida keltirib o'tilgan. Mana kundalik bilan ishlash. Shu bilan o'quvchilar darsda juda faol ishtirok etadi. Interfaol ta'lim metodlarini dars jarayoniga qo'llashni tavsiya etamiz.